Azizlar, biz Zominni Osmon ko'prigidamiz. Turganlarda juda bir ajoyib haqiqatdan ham. Bunaqasiga oling ekan. Azizlar, qayerdamiz biz? Biz Zominni Osmon ko'prigidamiz. Narxi qancha ekan? Narxi 50 mingdan kirasida, kassaga pul to'lab. Biz to'lab kirganmiz. Reklama qilamiz. Biz chek ham QR kodini skrin qilib olib, soliqdan pul tushadi. Mana 100 ming so'm pul to'layman. 2 kishiga. Ha, men o'zim kattaman. Hozir mashg'ulotdan o'tamiz. Boya biz bu yoqqa o'tib qayta olib chiqamiz. Shamol juda qattiq bo'lganiga most shunaqa ilon bo'lib ketib qoldi. Endi mana qaranglar, jondan to'ygandan. Ketyapti mana jondan to'ygan odam. Voy, jinnivoy. Voy, yana shamol boshlandi. Cho'g'rayapti. Jonidan to'ygan odam. Qaytamiz. Qadrlarimni his qiling. Jadrlarni his qilamiz. Telefon orqasidan ketdi o'rtoq. Shamol mana to'xtagan paytda yurib olamiz. Faqat bitta narsadan qo'rqaman. Shamol qattiq bo'lgan payt telefon uchib ketishidan. Sizlar ham ko'ringlar davom manzarani. Tasvir shunday ko'rinib turadi. Setkali. Juda chuqur. Bas. Voy! Shu olganman, shu masdan yurib bo'lmaydi. Endi tez yuramiz. Xo'rozlar qabillashini o'sdi. Shamol bot. Shunaqa telefonim uchib ketyapti. Telefonga xitob bo'ling deyapti. Shamol juda qattiq ovozsizlik eshitilayotgan. Ovoz bor. Chunki men bismillahda shamolni kesayotgan hisobiga shunday ovoz chiqadi. Biz mana. Voy, yavash qoldi. Uslab qoldim. Hozir o'rta. Ketaman. Most xiralashib turibsan. Voy, ketdik. Shamol sal pasaygan payt tez yetib olishimiz kerak. Tezlik bilan yetib olmasa tez yurib ketaman mana pastlar. Buni yot oldiga yetib qolamiz. Xullas bu yerda Zominni dunyo bo'yicha shu ikkinchi Shveysariya deyishadi. Bitta fakt uchun mana o'ynani qarang. Pasta sumkani punktlar zecheniga o'tib turish. Cho'chib ketdim. Bu yerda nimagaki Shveysariyada 12 xil archa bo'lsa, Zominda 9 xil archa bor. Tushundingmi? Shuning uchun bu yerdan kislorodi ham hamma. Ha. Shunaqa. 13 xil archa qilsa, bu yerda birinchi Shveysariya bo'ladi.
Ha. Bunaqa Shveysariya ikkinchi zomin bo'ladi. Oo, jinnivoy. O'yna. Akvariumlarga qilinadigan o'yna, bilmayman odam qanchalik darajada tushuydi. Qo'rqinchli. Bitta ko'prik oynasi ustida sakrash mumkin emas deb qo'ygan, ko'rdinglar? Sakrasanglar bu degani pastga Wow, manzara. Endi mayli, o'zim mazgani ko'rsataman. Tez yurib olamiz. Qaranglar, bitta life pack bor. Pastga qaramasdan tekis yurishlar, xuddi bir ko'chada oddiy, onaqa ketib qo'yasiz. Voy. Voy, juda. Shamol. Ужасный shamol. Hozir kadr orqasidan shu yomon emasdek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Odamni ham qimillataveradigan darajada shamol bor. O'rtoqlar. Qolib. Chiqib. Voy, yomon qo'llatimiz. Bo'ldi, turolma. O'tir. O'tir, jinni qimillayapti. Yo'q, saltanni ketdik. Tezroq yetib olaylik. Onalarni yemsa. Qishda chiqib bo'lmas ekan. Voy, juda ужасный. Shamol. Tez yuramiz. Shamol kam o'rta. Tezroq yurib yetib olamiz. Yugursam sinib ketmasmikin? Mana alyumin yerdiga. Temirmi? Men pastga qarab yurgan, faqat pastga qarab yurgan. Xuddi mana anaqaga o'xshab ko'rinar ekan. Nima deydi? Eskalatorga o'xshab. Qimilli. Hurmatli mehmonlar, biz sizni ko'prigimizda ko'rganimizdan Eshitdinglar? odamlar orasida masofani saqlang. Ko'prikda 7 yoshga to'lmagan bolalar, homilador ayollar va alkogol mahsulotlarini iste'mol qilgan shaxslar kiritilmaydi. Xullas mana Qoidasiga rioya qiling. ketib oldik. Yashil zonadagi joylarni toza saqlang. Xudoga shukr. Chiqindilarni tashlamang. Endi Harakat paytida to'xtab qolmang va o'zimizni otelga qarab yo'l olamiz. Bunga sayohatimiz yetarli bo'ldi. Yana bir narsani aytaman. Boshingizga shapka kiyib chiqing. Hakkasiz ko'rasizlar, basharalarim juda qizarib qolgan. Bunyod qalay bo'ldi, tushuninglar. Yaxshi zo'r. Yoqdimi? Qadrlani qalay bo'ldi? Qo'rqib ketmadingmi? Yo'q. O'tib qolaman o'ylamadingmi orada? Rahmat, sog' bo'l. Xullas, shunaqa gaplar. Shu. Hozir endi otelga qarab yo'l olamiz. O'sha yerda yana bir narsa bilan bo'lishib olamiz.